Xo'p, endi andazani qanaqa qilib ko'chirish kerak? Qanaqa qilib ko'chiriladi? Sizda andaza bor, o'zingiz ishlayotgan andazangiz bor. Buni bu yerda Gemini'da rasmga tushirib o'tkazadigan bo'lsak, uning uchun fotodigitizer, ya'ni uskuna kerak unga. Foto ya'ni mana bunaqa tepadan tushadigan bir temir bo'ladi. O'sha temirga ya'ni fotoapparat o'rnatiladi. Deylik, mana shu stol bo'ladigan bo'lsa, mana shu stolga andazangizni qo'yasiz, u fotodan kompyuter orqali tushirasiz. Keyin bu yoqda fotodigitizer degan anaqasi bor Gemini'da. O'shanga kirib obvodka qilinadi. Agar u fotodigitizer bo'lmasa, mana bunaqa variant qilinadi. Deylik, mana shu andazamni bor andazam qo'limda. Buni qanaqa qilib kiritamiz? Qanaqa qilib o'lchamlarni to'g'ri olamiz? Birinchi tekis taraflarini bilib olishimiz kerak. Tekis tarafi mana bizda. Tekis tarafi mana shu, agar stol, mashina stol bo'lsa, stolga qo'yib qo'ysangiz, ya'ni mana bu yerda tekisligini bilasiz. Endi katta o'lchamlarni olamiz. Ya'ni eng katta o'lchamimiz mana shu bilan mana shu. To'g'rimi? Mana shu 0 dan tepaga, ya'ni mana kattasini qo'ydim. Keyin bu yoqqa qo'yaman. U ham mana 0 dan bu yoqqacha ketyapti. 27,5. 27,5 ga 45 ekan. Yo'q, 45 emas, mana 46. Chunki mana bu yerda hozir skos ketyapti. 0'imiz mana shu 46 da yotibdi-da. Mana 0. Mana shu 0. Ya'ni x bo'yicha men hozir to'rtburchak yasayman-da, 27,5 ga 46 qilib to'rtburchak yasayman. Keyin shundan kelib chiqib, mana bu yerdagi o'lchamlarni olaman o'sha. Qancha, masalan, bo'yin o'yindisi 11 ga tushganmi? 11 tushiraman. Anaqasini, bo'yin o'yindisini. Keyin bunaqasiga uzunligi kerak bo'lsa, uzunligini o'lchab ana qilaman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa, o'sha bu yoqlar ham xuddi shunaqa ketadi. Mana bu yerda ham masalan to'rtburchagimiz hozir mana bunaqa bo'ladi-yu. To'rtburchagimiz mana shunaqa bo'lgandan keyin mana bu yelkani уже mana shu 0 bo'lsa, mana shu chiziq 0 mana. Bu yoqdan pastga 5 sm tushirishim kerak bo'ladi nuqtani. Bu qaysi anaqada joylashgan? Masalan, hozir mana 6 sm dan boshlanib 20 sm da tugayapti. Ya'ni mana bu yerdagi nuqtam 20 sm da bo'lishi kerak. O'shanda pastga tushadi. Keyin bu yoq bilan уже o'lchab korrektirovka qilib yuboramiz. Xuddi shunaqa уже qolgan joylarini ham mana shunaqa qilib o'lchab kiritamiz. Tak, boshlaymiz. Endi mana shu andazani men chizib chiqaman. Ya'ni mana shuni chizib chiqamiz. Yana xuddi shunaqa, lekin boshqacha, ya'ni mukammalroq o'rganib olamiz. Real holatda qanaqa qilib andazani ko'chirish mumkin. Bu yoqqa Gemini'ga. Ya'ni digitizer bo'lmasa agar. Xo'p, endi to'rtburchakga rejim risovaniya to'rtburchak, razmerini yozaman. Eng katta razmeri menda 27,5 eniga va uzunnasiga 46 sm. Bo'ldi, применить bosdim. Bazaviy tochkam mana bu yerda turibdi mana. Bu yoqda bo'yin o'yindisi, bu yoqqa ham bo'yin o'yindisini yelka nuqtasini qo'yishim kerak. Uning uchun men anaqa bilan foydalanaman. Tak, birinchisi pastga ketaman men minus 10 qilaman, keyin probel bosaman. Probel bosganimdan keyin 6 sm o'zi bosaman, 6 sm o'zi. Keyin yana probel qilaman и 20 yozaman. Bo'ldi. Menga 3 ta joyda mana nuqta qo'yib berdi. Bu va bu. Mana, ya'ni bo'yin o'yindisi, bu yelka
Bu hozir proymani ham aniqlashtirib yuboramiz. Proymamiz x bo'yicha 25, ya'ni bu nuqtaga bosaman, 25 qilaman. Y bo'yicha 20,5 ekan. Faqat minus bilan yozishim kerak, chunki pastga ketyapti. Minus mana shu holatda bo'ladi. Keyin ya'ni bu nuqtamiz 27,5 da mana turibdi. Faqat y ni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Eng keng nuqtamiz bu. Faqat y ni, ya'ni teparoqqa ko'tarishimiz kerak bo'ladi y bo'yicha. Y bo'yicha y bo'yicha 5 sm ga ko'tarilgan ekan. Shunda men bu nuqta minus 46 emas, minus 41 deb yozaman. Shunda tushunarli bo'ldi. Mana 0 bu yoqdan hisoblaganda pastga, ya'ni bu nuqtadan hisoblaganda 46 tushgan. Mana 0 bu 0 dan pastga tushgan 46 da men minus 5 qildim hozir. Andazam chunki shunaqa. Bo'ldi. Bu yoq yon choki tayyor. Bu yoqda endi men ya'ni vытяжкасini qilib olishim kerak bo'ladi. Bo'yin o'yindisi proymasini qilib olishim kerak. Endi nuqtalarimiz bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin buni o'chirsak bo'ladi. O'chirdim. Bo'yin o'yindisini qilaman. Bu yoqda преобразовать точку прямую в кривую yozdim. Bu yerda 90 gradus qilamiz. Bu yerda ham 90 gradus qilamiz. Kelib qoldi, в принципе. Shunaqa. Keyin yelkani tushiraman. Yelkani 5 sm ga tushiraman. 1 2 3 4. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yoq ham o'zgaradi. Chunki mana bu yerda biz 90 gradus qo'yganmiz. Ya'ni mana 90 gradus o'zgarmas turishi kerak. Bo'ldi. Bu yoqni proymasini ham o'zgartiramiz. Ya'ni преобразовать прямую в кривую qilamiz. O'zini bosib turib o'lchamlarimiz bo'yicha hozir bu proymani o'lchasam 21 ekan. Nima qilardik? Mana bu chiziqqa bosib, mana bu 21 qilsam o'zi to'g'rilaveradi. Faqat bu sal menga yoqmayapti. Noto'g'ri. Mana bu 90 gradus qilamiz. Bu yoqdan 90 gradus qilib qo'yamiz. Endi kichaytirib to'g'rilab olsak bo'ladi 21 ga. 21 deb yozsam, bugun to'g'ri bo'ldi. Endi vытяжкani razmerini o'lchaman. X bo'yicha menda 12 ekan. Faqat bu yoqdan x, ya'ni x ni bazaviy точкani bu yoqqa olib kelib olishim kerak. Bazaviy точкani bu yoqqa olib keldim va bu liniyada menda 12 x bo'yicha 12 sm da nuqta qo'yishim kerak. Bo'ldi. Vытяжкani anaqasi 1 bu yoqqa ketgan. Ya'ni shu nuqtadan men bu instrument bilan foydalanaman. -1 yozaman. Probel 1 o'zi yozaman. Shunda ikkita joyga menga точка qo'yib beradi. Bo'ldi. Endi vытяжкani balandligi 18 ekan. 18 va bu y bo'yicha 18 bo'ldi. Endi x bo'yicha 10 bo'ladi. Shunda men nima qilaman? Mana shu nuqtani y bo'yicha y bo'yicha 18, lekin y ni men pastga tushirib olishim kerak. Pastdan o'lcham olaman.
Chunki вот yana bitta anaqa qoida, o'lchamni qatdan qatga olayotgan bo'lsangiz, o'sha birinchi joyiga qo'yasiz. Ya'ni bazaviy tochkani hozir pastdan olyapman. Ya'ni mana shunaqa joydan olyapman. Mana shunaqa joydan olganimdan keyin 18 chiqyapti. Chiqyapti. Tak, mana Y 18 qilaman. X bo'yicha 10 ekan. X bo'yicha 10. Mana shu holatda mana bitishgan. Sal kattalashtirish kerak ekan. Bu yerda choq haqqi bilan bo'lganiga mana to'g'ri. Xo'p. Bu yerda choq haqqi kerak emas o'zi asli. No, mana bu yerda hozir to'g'rilasam bo'ladi. Ya'ni bitishga joyini mana shu bir xil bo'lishi kerak, ikkalasi ham. Joyni hozir pastga tushirishim kerakman. Ya'ni mana shu joylarni o'lchab olaman-da andazam bo'yicha va tahlillab chiqaman. Hozir mana bu liniyamiz 16.74, bu 16.5. 16.74ligini ozgina kichaytiraman. Chunki bu yoqda ham 16.5 bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana tahrirladik. Bo'ldi.